Bu usul haqiqiy daholik. Hammamiz bilamiz, ayniqsa bolalarga dori berish kerak bo'lsa, bu oson emas. Agar ular butun tabletkani icha olmasa, biz uni qoshiq bilan ezishga harakat qilamiz. Oldin qanday qilgan bo'lsak, bu noto'g'ri. Ko'pincha tabletka parchalab ketadi, yarmi yo'qoladi, changi noto'g'ri joyga tushadi. Mana sizga tabletkani oson maydalashning zo'r usuli. Avval tabletkani yarmiga bo'ling, so'ng uni oddiy shpritsga soling. Mana shunday. Shpritsning uchini yoping, tabletka ichkarida qoladi. Endi biroz suv oling, shpritsga quying. Shundan so'ng shpritsning yuqorisini yopib, asta-sekin torting. Bosim hosil bo'ladi, shprits ichida vakuum paydo bo'ladi. Shu tarzda tabletkani ichkarida chayqaysiz, tez va samarali. Oxirida siz qoshiqni olib, shpritsdan dorini siqib chiqarasiz. Mana shunday oddiy usulda. Eslab qoling, foydali bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling.